أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد qadrli Qur'on TV YouTube kanalini talib va tolibalari onlayn kursimizni birinchi darsini boshlaymiz inshaalloh. Boshlamasimizdan avval Alloh taolodan Robbi yassir va la tuassir Robbi tammin bil xayr deb Robbim osonlashtir, qiyinlashtirma, oxirini xayr bilan tamomla deb darsimizni boshlaymiz. Qadrli birodarlar, arab alifbosida 28 ta harf bor. Arab alifbosi bizning harflarimizdan o'ngdan chapga qarab yozilishi va o'qilishi, bosh hamda kichik harflari yo'qligi, har bir harf alohida so'z boshida, o'rtasi va oxirida keladigan shakllarga ega ekanligi jihatidan farq qiladi. Ya'ni arab alifbosida qadrli birodarlar o'ngdan chapga qarab yozilishi va o'qilishidan bizni alifbomizdan farq qilar ekan va bosh hamda kichik harflar yo'q ekan. Har bir harf alohida so'z boshida, o'rtasi va oxirida keladigan shakllarga ega ekan. Shu jihatlardan bizni alifbomizda nima qilar ekan? Farq qilar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Arab alifbosining ilk harfi qadrli birodarlar alif harfi. Men bir marta o'qib chiqaman, keyin yozib ko'rsataman inshaalloh. Alif, alif, ba, ba, ta, ta, fa, fa, jim, jim, ha, ha, kha, kha, dal, dal, zal, zal, ra, ra, za, za, sin, sin, shin, shin, صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، عين، عين، غين، غين، فا، فا، قف، قف، كف، كف، لم، لم، ميم، ميم، نون، نون، واو، واو، ها، ها، لام ألف، لام ألف، يا، يا. Qadrli talib va tolibalar, mana ko'rganingizdek, hamma mana shu 28 ta harfi o'z ismi bor. Harflarni o'z ismi bor arab tilida. Endi yozib bitta-bitta yozib ko'rsataman.
Arab alifbosi. İlk harfi alif harfi. Shunday chiziq. Alif. İlk harfi alif harfi. İkinci harfi ba. Ba harfi ekan. Pastida bitta nuqtasi bor. Uchinchi harfi ta. Ta harfi. Ta harfini ustida ikkita nuqtasi bor ekan. Va to'rtinchi harfi fa. Fa harfi. Fa harfi, ya'ni chuchcha fa harfi birodarlar. Ustida 3 ta nuqtasi bor. Diqqat qilinglar, mana bu 3 ta harf yozilish shaklida bir-biriga o'xshaydi, faqat nuqtalarda farq qiladi. Ba harfini tagida, ya'ni ostida bitta nuqta, ta harfini ustida ikkita nuqta, fa, ya'ni chuchcha fa harfini ustida 3 ta nuqta bilan bir-biridan farq qiladi ekan. Endi qadrli birodarlar, jim harfi. Jim. Jim harfini ostida bitta nuqta bor ekan. Endi undan keyingi harfi ha. Ha harfi. Ha. Ha harfi. Keyin xo. Xo harfi. Buni ustida bitta nuqtasi bor ekan. Yana diqqat qilsak, mana bu 3 ta harf bir-biriga yozilish shakli bilan bir xil, faqat bular ham nuqtalarda farq qiladi. Ya'ni jim harfi, ha harfi va xo harflari. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, xo. Endi keyingi satrga o'tamiz. Dal harfi. Dal. Dal harfi. Keyin zal harfi. Zal harfi, chuchcha za. Undan keyin ro harfi. Ro. Ro harfi. Undan keyin za. Za harfi. Buni bitta nuqtasi bor ekan. Yana qaranglar birodarlar, bu harflar ham yozilish shakli bilan bir-biriga o'xshab ketadi, faqat nuqtalarda farq bor. Dal bilan zal bir xil yozilyapti, ro bilan za bir xil yozilyapti. Undan keyin sin. Sin harfi. Sin. Sin harfi. Keyin shin. Shin harfi. Shin harfini, sin harfidan shin harfini ajratib turadigan belgi bu 3 ta nuqtasi bor ekan. Shin harfini ko'rib turibsizlar. Sin, shin. Undan keyin sod harfi. Sod. Sod harfi. Endi oxirgi ikkinchi satrga o'tamiz. Keyingi ikkinchi satrga o'tamiz. Keyin bod. Bod harfi. Bitta nuqtasi bor. Sod harfi bilan bod harfini farqi, bod harfini ustida bitta nuqtasi bor ekan. Keyin to. To harfi. To. To harfi. Undan keyin lo. Lo harfi. Bu yerda bitta nuqtasi bor ekan.
ya'ni to harfi bilan lo harfini ayirib turadigan bu bitta nuqta bo'lyapti. Undan keyin ayn harfi. Ayn harfi. Undan keyin g'oyn. Diqqat qilaylik. Ayn harfi bilan g'oyn harfini ajratib turadigan narsa bu bitta nuqta bo'lyapti. Qaranglar, yozilishlari bir-biriga o'xshaydi, faqat nuqtalarda, ba'zi shakllarda nima farqlar bor ekan. Undan keyin fa harfi. Fa harfini bitta nuqtasi bor. Undan keyin qof harfi. Qof harfini ikkita nuqtasi bor ekan. Fa harfi bilan qof harfi bir-biriga o'xshab ketadi, faqat nuqtalarda farq bor va ozroq yozilish shaklida ham farq bor ekan. Bularni orasini ozroq tashlab qo'yibman. Ikkita qator tashlasam yana ham yaxshi bo'lardi ekan. Endi oxirgi qatorga, oxirgi satrga o'tamiz. Kaf harfi. Kaf harfi. Keyin lam harfi. Lam harfi. Undan keyin mim harfi. Mim harfi. Undan keyin nun harfi. Nun. Vav harfi. Vav harfi. Keyin ha harfi. Va undan keyin lam alif harfi. Lam alif harfi. Lam alif harfi. Va oxirgi harfimiz ya harfi. Ya harfini tagida ikkita nuqtasi bor. Qadrli birodarlar, sizlar ham xuddi shunday o'qib chiqqandan keyin, eshitib chiqqandan keyin o'zinglar yozib chiqasizlar, yana ham esinglarda qolishi uchun. Yana bir takrorlab beraman oxirida harflarni. Bismillahirrohmanirrohim. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, صاد ضاد طا ظا عين غين
ف قاف كاف لم ميم نون واو ها لام ألف يا qadrli o'quvchilar, mana shu yerda birinchi darsimiz tugadi. Alloh taolo o'rganganlarimizni boshqalarga ham o'rgatishni nasib qilsin, biz uchun o'rganganlarimizni xayrli qilsin deb birinchi darsimizni yakunlaymiz. Inshaalloh keyingi darslardan yana ham qat'iyatli, yana ham shavq bilan boshlashga Alloh taolo bizga nasib qilsin deb birinchi darsimizni yakunlaymiz.